AQSh va Saudiya Arabistoni yadroviy hamkorlik shartnomasini imzolash bo'yicha kelishuvga erishish arafasida turibdi. AQSh energetika vaziri Chris Wright dunyoning birinchi mamlakati Saudiya Arabistoni bilan energetika va fuqarolik yadro texnologiyalari sohasida hamkorlik to'g'risida bitim imzolashini ma'lum qildi deya xabar bermoqda Amerika matbuoti. Uning so'zlariga ko'ra, kelishuv qirollik bilan uzoq muddatli hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlardagi strategik qadamni ifodalaydi. Shuningdek, joriy yilda yadroviy hamkorlikning qo'shimcha tafsilotlari, jumladan Saudiya Arabistoni hududida tinch atom energiyasini mahalliylashtirish haqida ma'lumotlar e'lon qilinadi. Wright Ar-Riyod bilan kelishuv AQShning 1954-yildagi atom energiyasi to'g'risidagi qonuni asosida yadro energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi bitim doirasida tuzilishini ta'kidladi. Lekin ushbu voqelik ortida uzoq yillardan buyon kutilgan va Saudiya orzu qilib kelayotgan yadroviy qurol yaratish masalasi turgan bo'lishi mumkin. Chunki Saudiya Arabistoni uzoq yillardan beri ushbu masalada bosh qotirib keladi. Shuningdek, Eron bilan kuchayayotgan yadroviy masalalar fonida AQSh Saudiya Arabistonidan Eronga qarshi qalqon sifatida foydalanishi ham hech gap emas. Muzokaralar chog'ida tomonlar keng qamrovli hamkorlik shartnomasini imzolashga tayyorgarlik ko'rayotganini ta'kidlangan. Wright Saudiya Arabistoniga 12-aprel kuni yetib kelgan. Tashrif davomida qirollik energetika vaziri Shahzoda Abdulaziz bin Salmon bilan uchrashuv o'tkazgan. Ushbu fonda Eron AQShning uran zaxiralarini 3-davlatga ko'chirish rejasiga qarshilik ko'rsatishi kutilmoqda. Eron Washingtonning Tehrondagi fuqarolik yadroviy dasturini qisqartirish va undan yadroviy qurol yaratishda foydalanishiga yo'l qo'ymaslik borasidagi sa'y-harakatlari doirasida o'zining yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini 3-davlatga, masalan Rossiya yoki Xitoyga topshirish haqidagi AQSh taklifiga qarshilik qilishi mumkin. Kelajakdagi kelishuv yo'lidagi asosiy to'siqlardan biri sifatida ko'rilgan masala Ummon poytaxti Maskat shahrida Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi va Donald Trampning maxsus vakili Steve Witkoff o'rtasida bo'lib o'tgan dastlabki asosan bilvosita muzokaralarda ko'tarilgan edi. Eron so'nggi 4 yil davomida to'plangan zaxiralar BMTning atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligining qattiq nazorati ostida Eronda qolishi kerak deb ta'kidlamoqda. Tehron buni 2018-yilda Donald Trump Barack Obama vositachiligida 2015-yilda imzolangan kelishuvni rad etgani kabi AQShning bo'lajak ma'muriyati kelishuvdan chiqib ketsa, ehtiyot chorasi yoki sug'urta shakli deya hisoblaydi. Tehronning aytishicha, agar zaxiralar Erondan tashqariga chiqarilsa va AQSh kelishuvdan chiqsa, uranni yuqoriroq sifatda boyitishni noldan boshlashi kerak. Ya'ni Eron Washington tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik uchun amalda jazolanadi. Maskatdagi almashinuvlarning asosiy qismi bilvosita Eron va AQSh delegatsiyalari o'rtasida umuman vositachi bo'lgan bo'lsa-da, Witkoff va Aroqchi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri uchrashuvlar ham bo'lib o'tgan. Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni muzokaralarning navbatdagi bosqichi shanba kuni Rimda o'tkazishga rozi bo'lganini xabar qilgan. Bu Trampning Italiyaga nisbatan siyosiy ishorasi sifatida ko'rildi. Bu shuningdek Eron muzokaralarida Yevropaning asosiy va siyosiy kuchlarini cheklashga xizmat qiladi. Ummon esa vositachi sifatida harakat qilishda davom etadi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance ham Italiyada keng nishonlanadigan Fisih bayramida Rimda bo'lishi mumkin. Ma'lumot uchun 2015-yildagi dastlabki yadroviy muzokaralar chog'ida Italiya o'zini jarayondan chetlatilgan deb hisobladi. Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya E3 deb nomlangan muzokaralarda Yevropa manfaatlari ifodalanmasligi bunga sabab bo'lgan. Trump Yevropa davlatlaridan yuz o'girgan bo'lsa-da, ulardan biri bo'lgan Italiyadan bevosita vositachi bo'lishini so'ragan. Ikkiyuzlamachilik emasmi? Eron faqat yangi sanksiyalar, balki AQSh tomonidan o'z yadroviy obyektlariga ehtimoliy harbiy hujum tahdidi ostida muzokaralar olib bormoqda.